dayuslar, sizlarni erkak deyishga odam uyaladi. Sizlarga bitta yomon xabarim bor. Agar tavba qilib erkakligingizga qaytmasanglar, Alloh sizlarga qiyomat kunida qaramaydi va jannat dayusga harom qilingan. Dayus kim o'zi? Ahli oilasini begona erkaklardan qizg'onmaydigan kishi ana o'sha dayus. Sizlar erkaksizlar, esingizda bormi? Erkakni rashk qilish degan sifati bo'ladi. Ahli oilasi ko'chaga nima kiyim kiysa ham qaramay chiqarib yuboradiganlar. Qizi, ayoli begona erkaklar bilan gaplashayotganda jim qarab turadiganlar. Sizlar erkakman demanglar, Instagram, TikToklarga xotinini olib chiqayotganlar. Allohdan qo'rqinglar. Nima qilyapsizlar? Qatga qarab ketyapsizlar. Nima bu ahvol? Alloh erkak kishini ayollarning ustidan rahbar qilgan. Siz erkak, ayolingiz ko'chaga bema'ni kiyim kiyib chiqayotganda to'xtatib buni, "Ey, nima kiyyapsan? To'xta" deb unga nasihat qilib, unga to'g'ri yo'l ko'rsatib, uni tiyishingiz siz uchun farz hisoblanadi. Oilangizda bir harom ish bo'lyaptimi, uni to'xtatish sizning vazifangiz. Chunki Alloh sizni mas'ul qilgan. Siz rahbarsiz va bu narsa tortishiladigan narsa emas. Erkak kishi oilada rahbardir. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa." Erkaklar ayollarga rahbardirlar. Ey erkaklar, Allohdan qo'rqinglar. Oilalarga qaranglar. Bu narsalarning ko'payishi jamiyatda fasodni yoyilishiga, bu jamiyatda xor bo'lishiga, yo'q bo'lishiga olib keladi. Alloh saqlasin.